Yozgi kunida molga kunjara bergan yaxshimi yoki makka bergan yaxshimi? Molim uzoq xizmat qilsin desangiz, makka jo'xori bering. Molim tez tayyor bo'lib yetilsin desangiz, kunjara bering Jamshid. Tanlov o'zingizda. Aka, O'zbekistonda havo issiq. Makka eksa baribir yaxshi daromad olmaydi. Ya'ni toshloq joyda eksam ham mana bunaqa sotalarim yaxshi daromad bermaydi. Siz shunaqa deb o'ylaysiz, Jamshid, men shunaqa don olyapman deb, lekin xato qilasiz. Siz mana shunaqa don olishni xohlaysizmi? Serbiya makka jo'xorichilik ilmiy tadqiqot institutining kontroli ostida yetishtiriladigan va yagona Yevropadan keladigan donlarni tavsiya etaman. Ichida 70 mingta bo'ladi. 1 gektar yerga bemalol yetib ortadi bir qopi va hosildorligi 18-21 tonna. Yer tanlamas. Poyasini balandligi 3.30-3.5 metrgacha. Guli qizil bo'ladi va changlanishi uchigacha bo'ladi. Bu videoni makka jo'xoridan foyda qilmagan, Jamshidga o'xshagan tanishlaringizga jo'natib qo'ysalaringiz manfaatli bo'ladi. Sizlar bilan Romavetov bo'ldi. Pastdagi nomerlarga tez aloqaga chiqasizlar.